Любой sartaroshxonada bo'ladigan holatni bugun ko'rsatib beraman. Ketdik. Forma usta. Ha, Rahimboy. Anoyingiz qaniydi aka? Qaysini? Kichkina mashinkangizda aka. Ha, shu turibdi o'lov. Rahmat usta. Постоянно so'rayapti. O'zi qarab turingda yana bir vaqt keladi. Sanjar aka, anoyingiz berib turing. Qaysini uka? Anoyim do'rasanmi? Nima kerak edi uka? Aka, yarimtalik deyaptim, yarimta. Senga yarimtalik emas, butunni beraman, butun. Mana uka, ol. O'zi hunardan boshqa hech narsasi yo'qda. Shu kirib so'raveradi. Hech vaqosi yo'q ustada qarang. Bu hunar bilan kelib qolganda bu o'zi. Shunaqa masalalar ham ko'payib ketdi. Ha, nimasini aytasiz? Usta o'zi sochini hech puldan olyapsizlar o'zi. 100 ming so'mdan olyapmiz do'st. Ammo bugun sal pulim kamroq o'tdi. Yilingni berib ketsam bo'ladimi? O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Sanjar aka, Ha uka. Ha, yana nima kerak? Bir qarishlik kerakmi? Ha? Bir qarishlik kerakmi? shampun beribdi aka, ozgina shampun. Ha, shampun. Mana shampun. Mana mashinka, mana qaychi. Yana nima kerak? Nima kerak? To'ying nazarda. Bash keling tap senga. Bu ko'zmi ko'rib ko'ring.